bir qitim anglab chiqamsiz ya? Yo'q, bo'ldi, anglamayman. To'xtamg'u shu. İmza qo'ysam qo'ydim. Mening hozir 15 milliard 600 million qarzim bor. Voy onimay. Qarzim sal jiq. Tunugin o'zingiz to'lab berman degandingiz. Hammani bir vaqtda to'lab beramsiz yoki bo'lib to'lab beramsiz? Mening o'yinchi olacaq pulim yo'q, to'layamayman. Xayr, xo'sh. Bo'ptamsa. Ondaqda men chiqib bir necha puldor ayol bilan orlashsam, pulanimni to'lab bo'laman. Amsa mening hamroh bo'lish mulozimatim oxirlashsa bo'g'rak. To'xtang. Mening bir narsani boshqalar bilan taq bahrlanish bilan faqat xushim yo'q. Pul shu. Menda puldan jiq narsa yo'q. Yana burunqidek og'zingiz qattiq, ko'nglingiz yumshoqkan. O'zingizning salohiyatini bilib oling, ha? Chiroyiga tayinib kun oldigan bir qush turib qara deyotgan gapini. Men endi sizning bo'ldim. Siz nima desangiz shu. Bu kartada 10 milyon var. Bunu aldım beri. Keyin chaqirsamla darhol kel. Men bu uyda turmamdim. Siz degan bir erkin odam tursangiz, nemishqa bu uyda turatdingiz? Asli hammani ko'tara oladi-ku. Uning ustiga mendek bir qushning qapizi bo'lish kerak-ku. Menga o'xshash kelishgan qushning oltin qapizi bo'lmasa bo'lmas. Endi ma'misangiz, buningdagi lozim qilmayman-jim. Bo'ptilar. Bizning shirkatmi vayron bo'ldi. Uyga pechat selbatdi. Undaq bo'lsa, men chiqib boshqa boy ayolni tepib, turdiga yerimni hal qilaychi. Bo'ldi. Qandaq turg'ingiz kelsa shundaq turing, bo'ldimi? Mush yerlaringizga amroqchimi men? Meni qo'ying. Qo'ying. Kiyimingizni almashtirib bering. Men mashqlar tayyorlab beray, ha? Nalardan o'rgandikini, ajab chiq narsalarni bildik.